Assalomu alaykum akalar. Xudo xohlasa Namanganga chiqib ketyapti. O'zimiz xudo xohlasa Andijonga o'nli mashinalar chiqaryapmiz. Mashina yurmagan uchun o'zimiz ham toshyapmiz. Ob'yom cheksiz, qancha desalaring yetkazib beramiz. Manzil aytmoqchi, ko'p odam so'raydi. Toshloq tumani, Farg'ona viloyati Toshloq tumanida prokuraturasining ro'parasida. Bemalol kelib, ko'rib, anaqa ham bo'laveradi. O'simiz shu yerda, bu yerda o'timiz, xo'p, ofisimizga kelib bemalol ko'rib anaqa qilib ketaverasizlar. Qancha nima kerakligini aytib anaqa qilaverasizlar. Xo'p, akalarimiz yuklashyapti, bizda hamma yoq ko'riklayapti. Texnikada bo'ladi. Anaqa bo'lmaydi. Masam bo'ladi. Qo'lda ruchli narsa bo'lmaydi. Ishlatiladigan juda ko'p narsalar faqat fonning texnik ishlarda qilinadi. Bezopasniklari juda kuchli bo'ladi. Xo'p, miya motorlari zavodskiy bo'ladi, listlari to'rli bo'ladi. Motor miyalariga umuman til ojiz 2 yil garantiya beramiz. Yana qanday savol bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar. Aytmoqchi, listlari to'rli dedim. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari $1100 dan TVga chiqib ketaveradi. Necha kvadratga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib zakaz qilishlari mumkin. Hatto kraskalar ham bizda shu sulkada bo'ladi, plastik kraska ishlatiladi.